Har doim yosh va chiroyli, barcha uchun sevimli bo'lgan Rayhon G'aniyeva haqida shoshilinch xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq uchta 5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Kerakli va muhim ma'lumotlardan sizlarni xabardor etib borishga harakat qilamiz. Qayd etilishicha, mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamoat birlashmasi tomonidan xalq orasida Abdusammiy taxallusi bilan tanilgan shoir Shohruh Abdubahobovga tegishli Yaxshimasmi hamda Ertaga boramizmi nomli she'rlari muallifning ruxsatsiz ijro etilgani yuzasidan huquqiy chora ko'rilishini so'rab qilingan murojaat Adliya vazirligi tomonidan o'rganib chiqilgan. O'rganish mobaynida taniqli ijodkorlar Rayhon G'aniyeva ijrosidagi Yaxshimasmi hamda Sahar guruhi solisti Anvar Jo'rayev tomonidan ijro etilgan Ertaga boramizmi nomli qo'shiqlarning she'rlari bastakor Shahboz Nosirjonov tomonidan muallif ruxsatsiz foydalanilganligi aniqlanib, holat yuzasidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 moddasi mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudining qaroriga ko'ra, mualliflik huquqini buzgan shaxs ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 moddasi birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida 750 ming so'm jarima jazosi berilgan. Ma'lumot uchun, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65 moddasiga asosan muallif yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplashi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lashni talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq xonanda Avazbek Olimov mualliflik huquqini buzgani uchun sudga berilganda